Assalomu alaykum akalar. Bugun avzorimizda Nexus chop qo'yamiz. Endi kalibrasiya juda ham qattiq. Udar bo'lgan kalibramiz. Juda ayanchli holatda, alishadigan holatda. Kapotlari ko'tarib gazol berib yuborgan. Bundan biz chiroyli sifatli chiqaraveramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqa chiqarasizlar. Assalomu alaykum akalar, hammaga xayrli kun. Kecha olib qolgan Nexus uchimizni ish jarayonlarini istoriyaga qo'ymoqchi edik, qo'ya olmadik. Ishimiz juda ham cho'zilib ketdi. Bamferlargacha alishtirdik. Fara, kapot kriloni zazorlarini ko'rishlaring mumkin. Kapotlar ko'tarilib, faralar joyidan chiqib ketgan edi. Krilomiz alishadigan holatda edi. Kecha ish jarayonlarini istoriyaga joylayman deb joylalmadim. Ishimiz juda ham cho'zilib ketdi. Xudo xolasa postga joylaymiz. Ish jarayonlari hammasini bitta qilib bizni kuzatishda davom etinglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar.